Kecha O'zbekistondan bizga mana shuncha narsa keldi. Keling birgalikda распаковка qilamiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bularni men juda ham ko'p uzoq kutdim. Keling, gapni cho'zmayman. Nima ko'rinyapti? Quruq. Undatlab yuborgan eng sevimli dugonam Nozam. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Quruq biladi, men quruqni yaxshi ko'rishimni. 99 kilo mayiz. Nimaga? Chunki Turkiyaning mayizlari uncha yaxshi emas. O'zbekistonga yetadigan. Albatta. Kolbasa. 1 2 3 4 kolbasa pachka. 4 pachka sosiska. Qachani ichida shunaqa ko'p geldiya dusha, kosmetika, shunaqa ko'p kosmetika borki, hammasi sizlarga ko'rsata olmayman. Mana bunaqa geldiya dushalarga qo'ygan menga. Dahshat. Uydagilar yuborishgan, onaginam kelikib ko'raman. Onaginam mana bunaqa nimcha ko'ribdilar. Sraz nimadir ko'rsalar, pastayani menga oladilar. Turkman nimchasi ekan. Chiroyligini qaranglar, asal. Voila, uni qaranglar. Kelakishton asal. Bunisi shunaqa bryuchniy ekan. Qaranglar, asal. Chiroyli. Qaysi bir yarashdi? Kommentariyada kutib qolaman. Baribir ham o'zingning mamlakatingdan, o'zingning jonajon yurtingdan kelgan narsalarni qadri boshqacha bo'lar ekan. Hammalarga katta rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman, o'ylam.